Xonadoningiz yoki ishxonangizga dushovoy kabinani o'rnatish juda ham qimmat yoki qiyin yoki ko'p vaqt oladi deb o'ylarmidinglar? Bugun men sizlarga bunga yechim topib qo'ydim. Elistro showroomidagi dushovoy kabinani bugun sizlarga obzor qilib beraman. Birinchi modelimizga keladigan bo'lsak, Aquabar brendidan TM799 modeli bo'ladi. Bu 3 xil funksiyada ishlaydi. Birinchisi tepadagi trapetskiy leykalari, ikkinchisi shlangali leyka, uchinchisi gidromassaj. Yosh katta onaxon va otaxonlarimiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Bu modelimizning qo'shimcha aksessuarlariga keladigan bo'lsak, radio va kolonkasi, ventilyatsiya tizimi, oynadan polkalari bor. Paddoniga keladigan bo'lsak, sifatli akrildan qilingan, sifonlari knopkali, yaxshi sifonlar qo'yilgan. Eshiklarga keladigan bo'lsak, germetikali, magnitli eshik qo'yilgan. Suv sachrab chiqib ketmaydi. Kabinaning razmerlariga keladigan bo'lsak, 90 ga 90, 1 ga 1, 1 ga 1 bo'ladi. Balandligi esa 2.15. Ikkinchi modelimizga keladigan bo'lsak, TM920 qora bo'ladi. Bu 4 ta funksiyada ishlaydi. Birinchi funksiyasi tepadagi leykalari, ikkinchisi qo'l leykalari, uchinchisi gidromassaji, to'rtinchisi gussak jumragi. Bunda bemalol tahoratdan olsanglar ham bo'laveradi. Qo'shimcha aksessuarlarga keladigan bo'lsak, bunda radio kolonkalar bo'ladi, ventilyatsiya, ledlari bor, oyna polkalari bor, paddonlari sifatli akrildan qilingan, knopkali sifonlar qo'yilgan. Bemalol suvlarni to'ldirib, bolachalarni cho'miltirsanglar ham bo'laveradi. Bu dush kabinamizga keladigan bo'lsak, Aquabar brendidan dush kabinaning Pro Max bo'ladi. Bu 5 xil funksiyada ishlaydi. Birinchi funksiyasi tepadan suv tushiradigan leykasi juda ham kattaligi, ikkinchisi qo'l leykalari ligrovkaligi, uchinchisi gidromassaji, to'rtinchisi jumragi, musagi, beshinchisiga keladigan bo'lsak, eng asosiy fishkalardan bittasi oyog'i massaj qiladigan apparati bor. Yana bitta e'tiborga oladigan narsamiz, bu dush kabinamizda qo'shimcha profillar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu dush kabinamizni juda ham uzoq vaqt va sifatli xizmat qilishiga yordam beradi. TM2001 dush kabinamizni boshqa dush kabinalardan farqi, buning ichidagi aksessuarlari ko'proq. Buni oynasi bor, держатели bor. Cho'milayotganda zerikadiganlar uchun kolonkasi bilan svita muzikasi ham bor. Bu dush kabinaning razmerlariga keladigan bo'lsak, 90 ga 90 va 1 ga 1 bo'ladi. Bundan tashqari do'konimizda 50 xildan oshiq dush kabinaning assortimentlari bor. Zavod narxida donaga ham, optimga ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Pastda nomer qoldirdik, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.